Aziz obunachilar, Nursuro kanalini ashaddiy kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar. Azizlar, mana bugun yana bir yangi ish kunimizni boshlab oldik. Bu galgi manzilimiz Andijon viloyati Paxtavoddan bo'lyapti. Paxtavodda g'ish urish xizmatlariga kelganmiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu joyda polni g'ishlarni urib bo'ldik. Bu joyga o'xshi 75 mingta g'ish ketgan, 950 so'mdan bo'taqarani, Andijon bo'taqarani g'ish kelgan aziz qadrdonlar. Keyin mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Rim ustunlarini ham quyish xizmatlarini yo'lga qo'yib qo'ydik. Nursuro jamoasi mana ko'rayotgan bo'lsanglar, qalblarni olib kelib, o'zi mana quyapmiz. Bu yerda ham o'sha 8 ta Rim ustuni tushadi. Mana tumbalarni qo'yib, padushkalarni qo'yib, bu padushkani yarmi yeri tagida bo'lyapti. Kavlab qo'yib, xudo xolasa mana g'ishlarini ham 550 so'mdan bu yerda urib beryapmiz. Balandligi ko'ryapsizlar, 1,5 metr bino baland. Betonimiz o'zi 1,5-1,60 balandligini hisobiga 550 so'mdan urib beryapmiz loyiga. Endi rastorga bo'lsa ham bir xil narxda urib beraveramiz, chunki mehnati o'zgarmaydi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bunday mishalkalarda tayyorlab qilyapmiz. Hozir mana sisma kolonlar regillarini quyish jarayoniga yetib kelganmiz aziz qadrdonlar. Mana rasmorlarni ham xudo xolasa cho'tki qilib, mishalkalarda aralashtirib tayyorlab qilyapmiz. Rastorlar ham o'ta go'zal bo'lib chiqyapti. Mana kolonna pirmichkalarimiz hammasi, kolonna pirmichkalar hammasini quyapmiz. Bizda aziz qadrdonlar mana regillarni ham o'zi quyishni boshladik kolonnalarni. Aziz qadrdonlar, biz kanalda mehmonlar kimgadir shunaqa qurilish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Shu qurilishga oid usta xizmatlari kerak bo'lsa, bizning xizmatlarimiz asosan Andijon viloyati Izboskan yaqin joylarga xizmat qilamiz. Bizda 3 ta guruhimiz bor. 3 ta guruhlar hammasi o'zimiz boshchiligimizda qilinyapti hozir. Bu yerda paxta bo'taqarada, cho'mada 2-3 ta joyda qurilish ishlarini qilyapmiz. Noldan boshlab asosan uy ko'taramiz. Bizning kanalimizni kirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Boshqa videolarda polni biz noldan uy ko'taramiz, bilsanglar. Bilmaganlar kirib ko'rishi mumkin. Ishlarimiz yoqsa bemalol murojaat qilib zakaz qilishlari ham mumkin. Mana bu Rim kolonnalarni asosan Andijon bo'ylab xizmat qilamiz. Andijonga yaqin joylarga ham xizmat qilamiz. Misol uchun Namangan yaqinroq bo'lib qolsa, Farg'onalarga ham ob'yom kattaroq bo'lsa, shunaqa Rim ustunlarini ham quyib beramiz. Bu razmerimiz 30 lik razmerda, diagonalini 30 lik. Shu metri 300 ming bo'ylab Rim kolonnani quyib beramiz. Mana bunday beton quyish, g'ish urish, shu vaqt shunaqa qurilishga oid bo'lgan xizmatlarda asosan Andijonni Izboskan yaqin joylarga xizmat qilib beramiz. Bu videolarimiz ham yoqqan bo'lsa, like bosib, podpishka qilib qo'yishni unutmanglar. Yana kimdadir qanaqadir savollar, qandaydir muammolar bo'lsa, qurilishga oid bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha, xudo xolasa, polni yordam berishga harakat qilamiz. Yo bo'lmasa mana shunaqa borib ishlaringlarni bitirib berishga harakat qilamiz. Mana bu yerda ham 11 xona uylar. Videoda oxirida pressni ham polni qo'yib qo'yaman. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol foydalanishingiz mumkin aziz qadrdonlar. Hammanglarga rahmat, sog' salomat bo'linglar.